Opa, oddiy baliq kotletini pishirib o'rgatmoqchimisiz? Hozirgi yoshlarga o'rgatish kerak ekan, chunki ular tovuq kotletasini yoki mol kotletasini pishirishgani, lekin mazali qilib baliq kotletasini hali pishirishmagan ekan. Bugun baliqli kotletamizni qanaqa to'g'ri va mazali pishirishni o'rgatamiz. Bu uchun bizga kerak bo'ladi, gixi kerak bo'ladi. Bizda esa mol va ichki gixiylarimiz bor. Bularning farqi, ichki gixisi mol gixiga qaraganda 10 baravar kuchliroq deyshadi. Shuning uchun ayni bolajonlarga bersangiz foydali bo'ladi. Biz nonushtani esa mana shu gixidan foydalanamiz. Bular esa narxiga kelsak, bunisi 55 ming, bunisi esa 40 ming. Bu ayniqsa sigirimiz, gixiyimiz tayyorlanishi, tonna sut olib, tekshirib, sigirlarimiz antibiotik yoki gormon olmagan bo'lishlari kerak. Undan keyin esa biz uni gixiy tayyorlaymiz. Bilaman, buni nomi hamma viloyatda har xil. Lekin Toshkentda bu toplённый sariyog' deb aytiladi, durda sariyog'i deb aytiladi. Qaranglar, gaz eng pasti bo'lishi kerak, chunki kotletamizni bir yoq tarafi 11 minut, yana bir yoq tarafi esa yana 11 minut turishi kerak. Agar xiyol baland bo'lib ketgan bo'lsa ham, kotletamiz biza xohlagan mazada pishmaydi tamda. Ozgina gixiy kerak bo'ladi bizga. Bu o'zi odatda 4 ta baliqga yetadi. Men sal ko'p olib bordim. Balig'imizni erimagan holatda solamiz va 11 daqiqa ushlaymiz. 11 minut bo'ldi. Hozir esa o'giramiz endi. Mana kotletimizni ikkita tarafini 11 minutdan pishirdik. Endi esa ochib suzvanamiz. Ko'pchilik ota-onalar qiladigan xatosi, baliq kotletlarimizni 3 minut, 4 minutdan pishirib olishadi. Lekin esa 11 minutdan pishirish kerak. Shunda balig'i to'liq mazasi chiqadi, hattoki injig'i bolalar ham yeb qo'yishadi. Nafaqat kotletamiz, qolaversa qolgan mahsulotlarimizni ham to'g'ri pishirishni o'rgatib, profilimizga joylab boramiz. Bu uchun bizga obuna bo'ling.